Hop, keyin bu yoqqa o'tsak aka, biznes ko'p ekan, bir boshdan ketaversak. Ha, aytdim aka, biznes. Bu biznes necha xil biznes? Bu donalar sotiladimi? Qanaqa bo'ladi? Endi aka, bu haligi 3tasi birda, haligi kofeda ham 3tasi birda deydi-yu. Xuddi shunaqa aka. 3tasi birda degani ketdi mana aka, pina blok. Blok aka. Hop. Ko'rib turganingizdek. Bu yoqdagi stanoylarimiz gaza blok aka. Blok aka, ko'rib turganingizdek. Bu qoliplari gaza blok ham, pina blok ham kuysangiz bo'laveradi. Keyin tomga loy bossam qilsa Endi bo'ladi. uchinchisiga mana shu stanoy bilan tomga ham lombos, tomshoq stanoy aka. Ya'ni o'sha 1,5 ming dollarga mana shu rostmi yo shunchaki yolg'on bo'lyapti? Aka 1,5 ming dollarga shu stanoyimiz. Rostmi ana 3tasi birda. Dastakasi bepulmi, pullimi aka? Ya dastavkasi bepul aka. Qanchacha? O'zbekiston bo'ylab, Qoraqalpog'istongacha. Anaqa? Sizni kanalingizdan chiqsa bo'ldi aka, dastavka qilib beramiz shuni. Qaranglar, Rustam Qosimov kanalidan desalaring, bemalol o'sha Qoraqalpog'iston o'sha Nukus shahrigacha olib beraverasizlar. O'sha Mo'ynoq bo'ladi, eng o'zag'i. Qaygacha bo'lsa, O'zbekistonning hududiga kirgan yergacha olib boramiz. Ha, Qirg'iziston, Tojikistonlar, qo'shni davlatlar. Ularga endi aloqa orqali kelishamiz narxlarini. Kargo bor aka, xolasa o'zlari kelib olib ketsa ham bo'laveradi. Muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi aka. Qarang, mana shu rostdan ham 1,5 ming dollarmi mana shu komplekt? Aka endi nima deydi? Yolg'on emas. Yolg'on emas, rost narsa. Bo'ldi, gap. Ko'rib turganingizdek. Hop, yana 100 dollar qo'shsamchi? Endi aka 100 dollar qo'shsangiz, bitta zavod deganda bu. Hop. Ko'rib turganingizdek, gaza bo'laydi, katta stanoyga. Aha. Mana bunday yo'ngtislari, tentlari, katta mikserlari, qoliplari ko'rib turganingizdek, mana orqamizda akalar qorotyapti mana. Endi komplektda mashina bo'lsa, ikkita qolipda reskasi bor aka. Hop. Mana shu 1,600 dollar. 1,600 dollar aka. Hop, buni agar lina qiladigan bo'lsa, qanaqa qolip отдельно yasab berasizlarmi? Отдельно yasab beramiz aka qoliplarni. Qolip отдельноsi qanchadan? Qolip отдельно 200 dollardan. 200 dollar. Dollardan uni ham dastavka qilib beraveramiz отдельно qoliplarni. Xo'p, qarang, mana 1,600 dollarda 100% sekretsiz o'rganadimi? Yo shunchaki gap bo'ladi. Yo'q aka, o'rgatamiz. Olib borgandan keyin halollab olamiz. Xolasa keladi, sheyda o'rgatamiz. O'zimiz pina blok ham, gaza blok ham chiqaramiz o'zimiz aka. Gap yo'q aka. Xo'p, mana nima? Mana rekonstruksiya nima bu? Bu mana shunaqa holatda qoliplar